har kecha bir xil vaqtda uyg'onardi. Soat 03:17. Budilniksiz, tushsiz, sababsiz. U avval bunga e'tibor bermadi. Tasodif deb o'yladi. Ammo tasodiflar har kecha bir xil vaqtda bo'lmaydi. U uyg'onganida xona jim bo'lardi. Juda jim. Shunchalik jim ediki, o'z yurak urishini eshitardi. U telefoniga qarardi. 03:17. Har safar. Bir kuni u o'rnidan turmadi. Ko'zlarini yumib yotdi. Uxlab ketishga urindi. Ammo aynan shu payt u nimanidir sezdi. Go'yo xonada u yolg'iz emasdek. U ko'zini ochdi. Hech kim yo'q edi. Lekin devordagi soat harakat qilmayotgandi. Sekund strelkasi qotib qolgan edi. 03:17 da. U ichidan shunday dedi. Ertaga bu soatni almashtiraman. Ammo u bitta narsani bilmadi. Ertaga ham 03:17 da uyg'onishini. Agar sen ham ba'zan tun yarmida sababsiz uyg'onib ketsang, ehtimol bu tasodif emasdir. Birinchi qism yakuni. Keyingi qismda u ovozni eshitadi. Lekin bu ovoz og'izdan chiqmaydi.